Jang boshlanishidan oldinoq u haqiqiy shou uyushtiradi. Akrobatik tryuklar qiladi. Raqibi oldida ataylab kerilib yuradi. Go'yo qafasga emas, sirk arenasiga chiqqandek. Bunday harakatlar raqibga nisbatan ochiq hurmatsizlikdek ko'rinardi. Qozog'istonlik jangchi Davlet esa bu tomoshani diqqat bilan kuzatardi. Uning yuzidan bilinib turardi. Bunaqa qiliqlar undagi qattiq saboq berish istagini yanada kuchaytirayotgandi. Ammo gong chalinishiga bir necha soniya qolganida ham raqib to'xtamadi. U hali ham poza qilib tomoshabinlarga o'ynashda davom etdi. Go'yo vaziyat to'liq nazoratida ekaniga ishongandek. Juda tez orada u qanchalik qattiq adashganini tushundi. Gong yangrashi bilan Davlet masofani keskin yopdi. Bir lahzada oyoqlarga o'tish va parterga perevod. Birinchi bo'g'ish urinishidan natija chiqmadi, ammo bu faqat vaqt masalasi edi. Davlet bosimni kuchaytirdi. Yuqoridan to'liq nazorat, og'ir zarbalar, ketma-ket usullar. Har soniyada raqibning ishonchi erib borardi. Shou tugadi. Endi omon qolish uchun kurash boshlangandi. O'ziga haddan tashqari ishonch o'rnini vahima egalladi va ko'p o'tmay uning oldida faqat bitta